Hürmetli abonasılar, Xudo xolasa sizlarga bir yangilik ketamiz. Bugün yangi modellerimiz kelgan, 1,5 tonnalık Avenus modellerimiz kelgan. Bu massinli hisoblanadi. Motor kubalık, 150 kubalık, panjinlisi bor, massinli. Yük tortishi 1,5 tonna bo'ladi, polosli. Buni hozir yig'ilgan variantini ko'rsatamiz. Ranglari har xil. Qora sveti bor, almiy sveti bor. Qarasini ham ko'rsatdingmi? Bana gel endi ovoz ham aviydi. Gel erkin. Do'stlar, motosikl 100 kilometrni 2,5 metr bez yeydi. 100 kilometrni 2,5 metr bez yeydi. Chunki motor bilasizlar, maslinli motor hisoblanadi. 150 kubalık panjinisi bor. Yük tortishi 1,5 tonna bo'lgan motosikl. Ramalarına keladigan bo'lsak, ramalari 8/5 profildan bo'lgan, vilkalari oldini 50lik vilka hisoblanadi. Mototsiklning hozir hammaga qiziq yeri narxi buni. Biza bilasizlar, skuter ko'sh, undan tashqari kirmashin ya bo'lmasa pechka, shunday narsalarni qo'shish shart emas. Mototsiklning asl narxi 18 million so'm. Kelasizlar, yana kelishtirib berishimiz mumkin, xudo xohlasa. Ko'proq ahallari narxini e'tibor beringlar. Elektrikani puluna benzinli motosikl olishlaringiz mumkin. Bu motosiklimizga 2 yil davomida besplatniy xizmat beramiz. Servis xizmat 2 yil, 1 yil 2000 km garantiyasini beramiz. Bemalol Xankaga kelib olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari hozir videoning davomida xudo xolasa sizlarga boshqa motosiklar ham skidkalar aytib ketamiz. Erkin boy, necha motosiklarga skidka beramiz yana? Skidka o'yingisini 220 ga beramiz, kattasini. Kattasini, 300 so'm beramiz kattasini. Ham 28 million so'm turgan motosikilni biza 23 milliondan qo'ydik. 23 milliondan, 2,5 tonnalık ham ko'rsatamizmi? Keling esa. Do'stlar, xudo xolasa ko'pchilik so'ragan e'tibor beramiz. 2,5 tonnalık motosiklimizning narxi 23 million so'm. Buningdek narx hech qayerda yo'q. Kelasizlar, 23 million so'mga 2,5 tonnalık bu motosikl olasizlar. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, Nevistan'ning yangi modellari keldi. Narxini e'tibor bering, 21 million so'm. Kelasizlar, 2,5 tonnalık Nevistan 21 million so'm. Undan ham kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Yana navlara skidka beramiz, erkin. Elektrikalar bo'yicha ketib turib bu video. Do'stlar, elektrikaga qarang, 1 tonnalık elektrika motolider 6 batareykali, narxi 11 million 800 ming so'm. Dastlabki Xorazm ichida 11 million 800 ming so'mga kelib, shunday chiroyli elektrikadan 1 tonnalıkni olishlaringiz mumkin. Undan tashqari bilasizlar, hozirgi kunda eng oldi bo'lgan elektrikalarning alt tormozlar supportli Redline diskalar qo'yilgan. Mototsiklning yuk tortishi 1,5 tonna bo'lgan Global 700 o'zi bizning brend hisoblanadi. Chunki har kim o'zini brendini sotgan vaqtda sifatli narsa sotishga harakat etadi. Chunki sifatsiz bo'lsa bilasizlar, do'konning obro'si tushib ketadi. Shuning uchun bu global o'zimizning global salonni mahsulot hisoblanadi. Vizdikot balon polosli bo'ladi motosikl. Yuk tortishi 1,5 tonnadan 2 tonnadan bo'lgan. Undan tashqari yanında kuzov yanında stoykalari bor, bemalol gabarit narsalarni yuklash mumkin. Narxi 14 million so'm. Kelasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yana tushib berishga harakat qilamiz. Yana navlara skidka beramiz, erkin bor. Skuterlar, bir pasport. Bir pasportlar beraverasizlar, to'g'rimi? 3 oy, 6 oy farqi yo'q. 3 oy. Endi bu suhbatimiz o'zini puli jonli bo'lsin. Narxlarini chizaman, masalan, Shahruh 3 milliondan 2 million 800 dan boshlanadi. Skuterlarimiz do'stlar, qaranglar. Hozirgi kunda o'zi skuterning tan narxi 210 dollar. 210 dollarni ko'paytirib ko'rasizlar. O'zining narxini sotilib turibdi. Sababi beda yo'l kirasi bor, yig'ish puli bor. Hozir 2 million 800 dan ko'p qo'yibdilar. O'zi 210 dollarni ko'paytirib turib, yo'l kira bilan yig'gan pulni girsangizlar shu narx bo'lib qoladi. Qo'ysak 100 ming so'm, 200 ming so'm qo'yamiz. Agarda unga norozi bo'lsangiz, kerakmaydi ham. Kelasizlar, skuterlarni xudo xolasa 2 million 800 dan boshlanadi skuterlar. 2 million 800, 3 million, 3,5 million, 4 million gitaradi. 5 million, 6 million, lekin bitta narsa bor. Bitta pasportga beriladi. Faqat bitta pasportga berilish uchun bizning shu global salonga kelsangiz, xudo xolasa bu yerda bankir ballar bor. Bir pasport evaziga beriladi. Lifan salonda ishlovchi bilan pensioner beriladi, to'g'rimi? Ishlovchini ish haqidan kelib chiqib turib, uni foizi kamroq bo'ladi-da. Bu yerda lekin narx o'zgarmaydi. Shu narx oladi. Chunki bizlar ham naqd ko'rinishda ya plastik ko'rinishda bankirlardan shu pulni olamiz. Shuning uchun bitta pasportga kelib xarid qilishingiz mumkin. Yana qo'shimcha navmasliklaringiz bor bu yerda. Bodo samosa. Necha so'm qo'yib beramizmi, erkin? Bodo samosa 27 yarim. Uyushi motosikl, 3 tonnalık motosikl hisoblanadi bu, to'g'rimi? Do'stlar, endi e'tibor beringlar.
Aldığını farlar ham hozir yangi chiqqan Hyundai Passon para qo'yilgan. Farasi 8/5 ram, led chiroqlar, qo'shimcha tuman paralari bor, 200 lik motor, panijinli, ramalari bilasizlar, 10/5 profilli, silindrlar, katta silindr qo'yilgan. Buni zadniy moslari oldingi zadniy mos emas, o'zgarib kelgan, chunki katta panijinlar qo'yilgan zadniy moslar. Samosuvallarga e'tibor bergan bo'lsangizlar, silindrni reduktorli xili, elektronli emasda endi. Shuni hisobini Mototsiklimiz o'zi nasozlar ham katta ekan buni. 2,5 yuk tonna bemalol chekadi. Narxi 27 million 500 ming so'm. Sifatli mahsulot kerak bo'lsa kelaversa. Yo'q. Bizlar sar arzonroq model desangiz, samosuvallarimiz 25 milliondan bor. Bizlar skuter qo'shib, boshqa qo'shib o'tirmaymiz, o'zining tan narxini aytamiz. Endi liboy narsa sotuvchilar, masalan, xohlagan turda mototsikllar ustiga qaysidir narsalarni qo'yadilar. Pulini qimmat sotadilar. Hech qanaqa unday aldab sotish shart emas. Mototsikl olacakmisiz? Mototsikl o'zining tan narxi, tamam, boshqa narsa kerak emas. Undan tashqari eng nomerli mototsiklardan bittasi bo'lgan Hyundai'larni ham aytib o'tib ketamiz. Dening. Hyundai'lar beda hamma modelidan bor. Endi baribir ko'pchilik so'raydi, Hyundai baribir nomerli hisoblanadi. E'tibor beramiz, o'sha Hyundai 200 lik motor hisoblanadi, воздушный. Narxi 22 million 500 ming so'm qo'yib beraman. 23 hamdan men buni erkin bor. 22 million 500 qo'yib beramiz. Vodunnoy Hyundai bilasizlar, Hyundai nomerli yaponskiy motor, halang, voyanniy svetolang, halang rangi qizil, chiya svetolang. Narxini buni 25-24 dan sotiladi. 24 million. Kerak bo'lsa undan ham kelishtirib beramiz, faqat kelasizlar lekin. Do'konga kelasizlar, ustida gaplashamiz. Undan tashqari e'tibor beramiz. Bu 6/4 200 lik motor joylashgan Nevstar yuk tortishi 1,5 tonna bo'lgan, erkinchi so'm qo'yamiz. Bu narsaning bahosini 18 million 7 dan sotib o'tirmay 16 million qo'yamiz xalqqa. 16 million. Do'stlar e'tibor beringlar. Elektrikka mototsikl narxi 16 million so'm. O'rtachasida masalan. E'tibor beringlar, benzin olinglar. 16 million so'm. Kelinglar, 16 million so'm olamiz. Lekin 16 milliondan bahoni o'shimsin deb tursadan erkin. Xalq bizning arzon shu farqi. Do'stlar, endi beda ko'rib turibsizlar, Leon bu Panda ekanman. Panda modelimiz bor. Panda 36 million sotilib turgan narsa, xudo xolasa, buni 34 million qo'yib beraman. Bu 3 tonnalik mototsikl hisoblanadi. 34 million. Qo'sha balon, yuk tortishi 3 tonna. Esda qolsin. Undan tashqari Hyundai'ni qo'sha balonlarni e'tibor beramiz. Skidga beramiz. 28 million so'm qo'yib beraman qo'sha balonni. Hyundai'ni qo'sha baloni 28 million so'm. Tak baloni 27 million so'm. Narxlar shuningdek sindi, xudo xolasa, Xankada kelasizlar, chiroyli qilib beraveramiz. Yana qo'shimcha mototsikllarimiz bor. Kavalon so'm qo'yib beramiz, erkin. Kavaloni buni bahosini tushiramiz. Qarang endi, Kavalondan 2 yil model bor, bilinglar do'stlar. Buni 2 metrligi bor, 220 ligi bor. Narxini aytib beringlar, 23 million so'm, 24 million so'm qo'yib beramiz Kavalonni. Undan tashqari Kavalonni hozirgi kunda baland bortlisi bor, Malkatni degan 25 milliondan xohlagan yere dastlabkilarni qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Yana nov mototsikllarimiz bor, Shahrux. Elektronli samosuvalni ham qo'ydik buni. 17,5 million qo'yib skidga tushiramiz. Bo'ldi, skidkasi bilan aytinglar, qancha so'm aytamiz buni do'stlar, aytinglar. 1 million skidga bersak bo'ladi. 1 million skidkadan 16,5 million qo'yib beramiz. 16,5 million so'mdan elektronlarni saylab olasizlar, e'tibor berasizlar. Bu cho'yan zadniy moslar bilan jihozlangan, zadniy mos e'tibor beringlar, kelib liboy yere borib bajasangiz, zadniy mos e'tibor beringlar. Undan tashqari bu polosli 6 batareyka, original batareyka. Hozirgi kunda batareykalar ham e'tibor bersangiz, 100 lik deydi, 90 lik deydi. O'zi aqlli inson batareykani shunday taraziga tashlab o'lchab oladi. Sababi batareykalarda sifir yozilaveradi. Xitoyga borasiz, men tadbirkor, yana bir tadbirkor. Borasiz, men masalan 85 ga kelib o'tiribman, haqiqiysini masalanda, boradi 100 lik yozdiradi. Lekin taraziga tashlasangiz hammasini vesi bir xil. Uni tushungan odam tushunadi. Chunki 100 lik bo'lgan bilan mototsikl 100 km yurmaydi. 100 lik bo'lsa ham 50 km yuradi. 58 lik bo'lsa ham 50 km yuradi. Shuning uchun xalqni aldab sotmas kerak. 100 lik bilan 100 lik bo'lmaydi. 90 lik bilan 90 lik bo'lmaydi. Bu yurish masofasi baribir shu 50-60 km yuradi. Hozir masalan bizning shu global mototsiklimiz 85 lik batareyka. Bu gap isboti bilan bo'lsin. Bu bir zaryadi bilan masalan Pitnaga boradi. Bu yerdan 80 km 90 km yuradi. Bundan ziyod yuradigan elektrikka hozirgi kunda yo'q. Chunki biza har bir elektrikani sotgan vaqti
dastlabki qilgan vaqtda ölçeymiz kilometrini de çünkü özümüz işanç hasıl kılandan sonra halkımıza şu narsani aytamiz. Hazır mesela şu narsa 90 km yurib beradi. İçinden içinde defekt çıkmasa 90 km yurib beradi. Bir zarati bilan. Bir yo'la haydagan vaqtda. Shuning uchun sifatli mahsulot olaman desangizlar shu Xanka Lifan saloniga kelasizlar. Xudo xolasa chiroyli mototsikllarni beramiz. Undan tashqari mototsikllarning ko'pchiligiga e'tibor bergan bo'lsangizlar, motorunda ventilyator bor buni. Ko'p mototsikllarda shu ventilyator degan narsa bo'lmaydi. Bu motorni qizishiga sababchi bo'ladi. Undan so'ng motor qizib ketadi. Keyin albatta go'yish ehtimoli yo'q emas. Albatta go'yadi bu. Shuning uchun hozirgi kunda biza tarazidan ham ko'pmiz. O'sha 90'lık yana 90'lık akılmada tashlab beramiz tarazida. Yana ko'rasizlar farqini. Bu gap isboti bilan bo'lishi kerak. Har bir mesela akılmatını o'lchab beramiz. Undan tashqari akılmatının gücü var. Mesela 13 beradi, 12,5 beradi. Ularni ham o'lchab beramiz. Mesela 2026-yil avgust oyida chiqqan mototsikllar. Undan tashqari bu yerda ko'pchilik so'raydigan Crosser modeller var, Drango var. Drango sifatli bo'yicha masalan 10 talıkta 10. katara giradi Drango. Narxini so'm qo'yamizmi erkin? 15,5 milyon so'm, sınıflarına mesela 14 milyon so'm qo'yamiz. 14 milyon so'm. E'tibor beramiz. 14-14,5 milyon atrofida Drangoni qo'yib beramiz. Original mototsikllar kerak bo'lsa, original mototsikllar kerak bo'lsa, bir de Lifan. Lifanni 200 modeli bor, Crosslerni 250 modeli bor. Bu original narsa. Bularni 10 yil, 20 yil minsangiz ham kачествоni yo'q etmaydi. Mototsikl motordan buzilish noliqni bilmaydi. Bu buzilmaydigan mototsikl olaman desangiz Lifan asla. Lifan'ın her xil modeli var. İtibar berilgan narxini 23 milyon satılib turibdi Lifan. 23 milyondan yana geliştirib beramiz, kelasizda geliştirib beradilar vallah. Undan tashqari bir de 200'lik 11 modellerimiz var. Bularning narxini 26 milyon qo'yib beraman. Bir de SR model var, hamma kutgan. Bu o'zi e'tibor bersangiz robot deyiladi bunga. Oldin farlarına qarang, chisti robot hisoblanadi. Mototsikllar 10.000 kilometr garantiya beramiz. E'tibor beringlar, 10.000 kilometr garantiya beramiz. Hatta ko'pchilik salonlarda mashinalar ham bunday garantiya bermaydi. 10.000 kilometr garantiya beramiz, mototsikllar 5 yil garantiya beriladi. Endi mototsikl maza qilib haydaysiz. Chisti original mototsikl hisoblanadi. Narxini xudo xolasa 28 milyon so'm qo'yib beramiz. Endi 28 milyon so'm, 30 milyon so'm mashina olish mumkin deyiladi. Mototsiklning o'zining zavqi boshqacha. Motosikl kerak bo'lsa 1 milliard odam motosikl bor. 1 milliard so'm odam motosikl bor. Mototsiklning o'zining ishqibozlari bor. Mototsiklning o'zining mashinadan bir yaxshi taraflari bor-da endi buni. Buni haydagan odam biladi. Shuning uchun tanlashda adashmaysizlar. Kelaverasizlar Xanka. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bormi erkin? Do'stlar, ko'pchilik manzilda adashadi-da. Bizning manzilimiz Xankada joylashgan. Xanka Ahimboboyev mebelchilarning yurti hisoblanadi. Hamma joy mebelxona bu yerda, e'tibor bersangiz. Bu yerda metan zapravka bor, Shaxoil, benzin zapravka, metan zapravka bor. Shuni yanında, yan başında bu Global motosalon. Babam Motors'ta biz ko'pdi, Global'da biz ko'pdi. Şöyle gelasizlar. Bundan Urganch tarafdan kelsangizlar, yodingizda qo'yinglar. Urganch tarafdan kelasizlar. Xanka yozuvdan o'tgandan so'ng 3 tane svetofor sanaysizlar. 3-chi svetoforda chap qo'lda Lifan salon joylashgan. 4 etaj. Lifan salondan o'tganingizdan so'ng 10 qo'lda metan zapravka, yanında Baba Motors va Global salon joylashgan. Bizning bu orientirimiz bu yerda oldingi Abunov fabrika hisoblanadi. Oldin bu yerda ko'sh chiqadi, Abunov fabrika hisoblanadi. Shu yerda. Bu yer o'zi mebelchilar yurti bu. Kelasizlar yo'lning yuzida, sentralni yo'lning yuzida adashadigan yer yo'q. Menimcha adreslar tushunarli bo'ldi. Hemen Xankada kutamiz. Agarda mendan arzon yer olsa Telegramda ya bo'lmasa kommentariyada yozib qoldirasa, xudo xolasa atvet qaytaramiz. Sizlar zapchast bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Zapchast do'konchilar yanimizda. Shu metan zapravkaning kutish zali zapchast do'kon bo'ladi. Nomerlari yozilgan. Ko'pchilik bizlarga telefon qiladi-da. Bize charchab qolamiz. Zapchast bo'yicha shu nomerga chiqinglar. 97lik 364 54 24. Ha zapchast bo'yicha bir qator giramizda. Ularni olib ketamiz. Qani nava ne qo'yadi? Assalomu alaykum. Nechiksan? Akang qani? Uydami? Zapchast bo'yicha nomerlarni qo'ydik. Bemalol kelib shu Maratdan xarid qilishingiz mumkin. Narx-navolar bo'yicha qisqacha ma'lumotlarni berib ketamiz. Sen 30 ming xabar oling ya.
nima? Az uçağın Постоим, bari. это станет сразу. Sanatdan yaxshimi? Значит, kaskelanan har xil turidan kelib tepeda. Neda bor kaskela? Ha, birdan bor. Ha. Maygodan takip ko'rgan bo'lishi kerak albatta. Kamranbek, bu kaskelaring necha so'mdan boshlanadi? 200 mingdan 500 minggacha. Registan 200 mingdan 500 ming so'mdan kaskelar bor. Kaskelar e'tibor beringlar. Juda ham original, eng sifatli kaskelar ekan. Undan tashqari sizlar e'tibor beringlar. Sizlarga nima kerak bo'lsa, poloslar, har xil turida poloslar, tormoz, ko'rib turasiz, tormozni tegalari, undan tashqari roll dismi, zapchaslarga e'tibor beramiz. Nechta zapchas kerak bo'lsa, hammasidan bor. Bu yerda kamerani aloqa chiqarsa, nomerini beramiz. Elektronli zapchas reduktorlari, elektronli motosikletning poloslari, motorlar bor, har xil turdagi motorlar bor. 250 ga narxlarni aytib ketamiz hozir. Savdo qilib turibdi va ko'ramiz hozir. 5 ming sabr etasiz. Motorlar bo'yicha bu nechalik motor? 200 lik suvsiz motor bo'ladi. Necha so'm bu? 3 million 300. 3 million 300 ming so'm. Bu ne? 250 lik Hunzi motor 5 million. rakam tashang. 250 lik Hunji motor original 5 million 300 ming so'm. Bu motor ne? Suvsiz motor bo'ladi. Avancha so'm bu. 150 lik suvsiz motor 3 million so'm ekan. Yana kelsangizlar, kelishtirib beradilar. Zadniy motor necha so'm elektronli zadniy motor? Zadniy motor 1 million so'm, ha. Oldingi narxga qaraganda 500 ming so'm arzonlatdi. Paloslar necha so'm bor? Panoslar 100 mingga. Paloslar 100 ming har xil turda ketaveradi, ha. Kaskalarning narxini aytdik, disklarimiz bor. Batareykalar necha so'm bor? Batareykalar 600-650 araligi. He, 600 mingdan tutadi da 650 ming so'mdan har xil turdagi batareykalar bor. Bizlarda O'zbekistondan chiqib turgan hilan bormi? Vodiydanki? Bundan ham bor. Xitoy ham bor, Vodiy ham bor. Do'stlar, ko'rib turasizlar, zapchas bo'yicha hamma zapchaslarimiz bor. Nomerlarini berdik. 97 lik 364 54 24. Esa YouTube'a qo'yamiz buni. Do'stlar, bu original narsani durishdan qaranglar. Lifan 250R 16W e'tibor beramiz. Bu motosikl чистый original hisoblanadi. Bu o'sha Xankada bir dana Lifan salon bor. Shu Lifan salondan Lifan model e'tibor beramiz. 250 kubalik 2 silindrli gülşitirlere e'tibor beringlar. Hatto har bir gülşitirda o'zini yozuvi bor. Arka tormozlar support, alt tormozlar ham supportli e'tibor beramiz. ABS bor. ABS bor. Undan tashqari motosikl umuman boshqa dunyo. Shaharda maza qilib haydab yuradiganlar uchun bu. Shahar motosikli. Endi sifat bo'yicha nomer deyim. 50 ming kilometr garantiya beriladi. 50 ming kilometr garantiya beriladi. Faqat haydash kerak. Mototsiklni maksimalniy tezligi e'tibor beramiz. Tablolarga e'tibor beringlar. Maksimalniy tezligi 200. Motosikl narxına keladigan bo'lsak, narxini kommentariyada yozib qoldiringlar, ancha so'm ekan. Shunga qarab narxini aytamiz. Zo'r ekan. Zo'rmi ekan motosikl? Xudo xolasa eng kam raskod qiladigan motosikl yetib keldi. Narxini aytib o'tdik. Xudo xolasa kelasizlar, arzon narxda shu Xankada olasizlar. Lifan salonida. Hozir ichkariga kiramiz. Shu. Do'stlar, bu ikinci filialimiz bilasizlar. Hozir bu filialimizda 500 dan ortiq motosikl bor. Har etajda 150-200 dan ziyod motosikl bor har etajda. Mototsikllar hammasi ichkarida temperaturani bilasizlar. Salqin joyda turibdi. Sifat qochmaydi, chunki mototsikl ko'chada yotgandan so'ng baribir sifati qochadi. Narxlarga e'tibor beringlar. Xudo xolasa bu narxlarni tushirib tashlamiz. Xunjini yangi mana 2026 yil modeli PP deyiladi. 130 kubalik narxini xudo xolasa buni 16,5 million so'm qo'ydik. Oldin 18 million sotilgan, 16,5 million so'm qo'ydik. Bizda shu ya ko'pchilik keladi, podarka bormi, velosiped bormi? Masalan, sizlar shu mototsiklni 16,5 millionlik mototsiklni 20 million beradi, bir velosiped qo'shib beradi, ya bo'lmasa bir skuter qo'shib beradi. 20 million berib. Sizlar 20 million berib turib, skuter ya velosiped olganingiz ma'qulmi yo o'zining narxini 16,5 million olganingiz ma'qulmi? Bu skuter ham astarkada qolib ketgan, ertaga olganingizdan so'ng, sar vaqtdan so'ng ya batareykasi ketadi, ya miyasi ketadi. Shuning uchun motosikl olacakmiz, faqat mototsiklni o'zini savdolashib oling. Sizlar bunga qo'shimcha narsa so'ramang. Skuterni addini savdolashib olavering. Bir de bilasizlar, hozir biza yangi global Avenus modelini
18 milyon koyganmiz ki bu Alp mototsiklniki. Bu o'zi 19 milyon 20 milyon satıladi. Bilasizlar ko'pchilik yerda buni 29 milyon so'm qo'yib xolodilnik, televizor, undan tashqari mikrovolni pechka, yana bir nimalar qo'shib beradilar. Kelinglar bizlardan 18 milyon so'm olinglar. Hech nima qo'shmaymiz 18. Qolgan 10 milyon pulingizni o'zingiz xohlagan narsangizni olaverasizlar. Undan tashqari 18 milyon satılıp duran Newstar 1,5 tonnalıkını Xudo xolasa buni narxini bizning narigi do'konimiz 16,5 milyon so'm qo'yib berdi. 16,5 milyon so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxga e'tibor beringlar. Elektrichkaning narxida mototsikllarni ko'p ko'pmiz. Skuterlar kerakmi sizga? Keling. Skuterlarni bir pasportga olasizlar. Bir pasport yana ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bir pasportda foizi sal qimmatroq bo'ladi-da, bir pasport beray evazini. Shuning uchun ko'pchilik tushunadi, ko'pchilik tushunmaydi. Mayli bir pasportdan beramiz. İşlavchilar arzon chiqadi, ishlovchilar pensioneri arzonroq chiqadi. Bizlarda skuterlarning hamma xilidan bor. Narxlari 2 milyon 700 dan boshlaydi. 2 milyon 700 dan yuqori chiqadi. 2 milyon 700 lik skuterimiz bormi Bedalibek? Bor. Qani qaysi biri? Cho'ntak modeli bu, to'g'rimi? Do'stlar, o'sha modelimiz yana yangi 2026-yil model. Bundan men vaqtimda aytganman, $210 keladi yo'l pulisi, yig'ish puli hamma narsasi addini-de. Narxi 2 milyon 700 ming so'm. Bunga qo'ygan olsak 100 ming so'm ya 200 ming so'm pul qo'yib turibmiz. Rozi bo'lsangizlar, berasizlar, bo'lmasa ham kerakmaydi. Bunda sport rejimlar ham bor. E'tibor beringlar, 2 milyon 700 ming so'm shunday chiroyli skuter olishingiz mumkin. Mototsikllar bu yerda assortiment ko'p. Aytaman desak, juda ham bu yerda turi ko'p. Ko'rib turibsa, Newstar'ning o'zi bir 6 yil modeli bor. Xunjining bir 4-5 yil modeli bor. Cavallo'ning 2 yil, Samasval 5 Samasval modeli bor. Undan tashqari bu yerda elektrichka modellarimiz bor. Elektrichkalar ham ko'rib turibsa, hammasi sveji 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Bu yerda Panda, Leon, Cavallo, Bars modellarimiz bor. Hozirgi kunda Xunjilarni skidga qo'yib tashlaymiz yana. 26 milyon so'm e'tibor beringlar. 26 milyon so'mga 2,5 tonnalik, 3 tonnalik Xunjini 27,5 milyon so'm. Cavallo e'tibor beringlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan 25 milyon qo'yganmiz. Qarang, baland portli 25 milyon so'm. Bu yerda kvadrotsikllar, bu yerda Eldash. Eldashning 24 milyonlik modeli 2 metrlik Vodinnoy 8/5 RAM narxi 20 milyon so'm. Do'stlar, 20 milyon so'm sizlar chiroyli mototsiklni olishingiz mumkin. Kvadrotsikllarga kelsak, kvadrotsikl Lachin oldi 4x4 deyiladi. 220'ye 140, 2 silindirli. Buna 47 milyon satılan, 45 milyon so'm qo'ydik. 45 milyon so'm ham geliştirib beramiz. Alp mototsikl, Samasval. Buna 42 milyon satılıp duran, 40 milyon so'm qo'yib berdik. Xudo xolasa, kabinkali kvadrotsikl 36 milyon so'm qo'yib berdik. 36 milyon so'm. Kabinkali Drango narxini 14 milyon so'm qo'yib berdik. 260'lık 3,5 tonnalık mototsikl narxini 31 milyon so'm qo'yib berdik. 31 milyon so'm. 260'a 140. Maşin motor 34 milyon so'm qo'yib berdik. Cavallo Samasval 26 milyon qo'yib berdik. Avenus 23 milyona 24 milyon qo'yib berdik. Cavallo elektrichka 1,5 tonnalık 12,5 milyon so'm qo'yib berdik. Vasat Sport 24 milyon 300 kubalık e'tibor beringlar 24 milyon so'm. 24 milyon so'm Lifan original kelasizlar. 24 emas 23 milyon so'm yana qaytib beradilar kelasizlar. Sportini mototsikllarni 24 milyon so'mdan 33 milyon so'm qo'yib berdik. Kelasizlar sportini mototsikllarni Xudo xolasa arzon narxlarda mototsikllarni ko'rsatib o'tib. Asa videoni ko'rishda davom etamiz. Like bilan podpiskani bosib Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaymiz. Arzon narxlarda kommentariyada o'zingizni fikringizni bildirasizlar. Do'stlar, tarqatib qo'yasizlar videoni. Salomat bo'linglar. Obunachilar, Xudo xolasa keyingi modellarimiz bitta Avenus mototsikl Bezil 220lik, ikincisi Global 700 eng hozir mototsikl elektrichkadan oldi bo'lgan 85likdan 6 batareya o'zimizni Bag'ot tumanida Abrorbek ukamizga berildi 2 mototsikl. Globalimiz 14 milyona berildi. Avenus Bezil mototsiklimiz 2 tonnaligimiz 25 milyon so'mga berildi. Og'a ma'qul keldi mototsikllar. Ko'ngilda bo'ldimi? Ballarni savdosidan, tipi muomalasidan rozimisiz? Roziman. Esa yaxshi kunlar mening xayrli olsun. Dastlabkilarni Xudo xolasa uzoq yarim soat ichida qilib beramiz. Yaxshimi? Yaxshi kunlar mening. Do'stlar, Xudo xolasa keling bir qadar ko'rsatib o'tamiz.
1.80'e 1.30 bu mototsiklimiz. 6 batareyka 85'likten 2000'lik miya motor. Mototsiklni umuman o'zi eng fullu. 6 tormozlar ham supportisi. Undan tashqari banda görüp turalarinizda Avenus. Avenus ham yangi geldi bu mototsiklimiz. Bilasizlar 220'ye 1.40 model. Bunun motoru o'zgarib kelgan. Bu oldingi motor emas. Oldin motorların sifati yok edi. Onu tan olamiz, biladilar o'zlari. Hozir motorning at kubi, at kuchi kuchayib kelgan. Oldingilarga nisbatan hozir 250 ning kuchini beradi mototsikl. Sifat bo'yicha xudo xolasa eng zo'ri. Kelaverasizlar Xanqa Lifan saloni. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dushamizdan navbatdagi savdomiz Kavolov firmasidagi sifatli elektron mototsiklimiz bor. Bu mototsiklimiz 1.80 1.30 baland bort kuzovlar bilan jihozlangan bo'ladi. 80'likda 6 akkumulyator, motor miyasi 1800 lik bo'ladi. Xudo xolasa buni sud asosida 16400 million taklab berdik. Mototsikl yoqdim usta, ko'ngilli bo'ldimi? Ko'ngildeydi. Hammasi o'rnida. Yaxshi kunlar ayting. Xivaga yetib xudo xolasa. Zani sog' olsin, chamchi ko'z aytasiz bizlar shu daga. Zani sog' olsin. Kimga shunday sifatli benzinli elektron mototsikllar kerak bo'lsa, hammangizni Xanqa Lifan salonida kutib qolamiz. Keyingi savdomiz Avenus bo'ldi. Avenus haydab to'sab qaytdik uni. Yaxshini sog' bo'ling. Chiqarib beramiz bu yerga dastalchat. Avenus mototsiklimiz Avenus mototsiklimizni 24 million so'm haydab ketara taklab berdik. Bemalol kelaverasiz, hammangizni dükanimizda kutib qolamiz. Boshladingmi? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dükanimizdan navbatdagi savdomiz Kavolov firmasidagi elektron mototsiklimiz bo'ladi. Mototsiklimiz 180 130 press kuzovlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ramalar ham qalin ramadan, yo'rtug'laringizdan benzinli mototsiklning kuzovi bundan bo'ladi. 90'lıkda 6 akkumulyator, motor miyasi 1800 lik bo'ladi. Bog'lari polosli. Zapasya bo'lgan, kaskasi domkrat bo'lgan, shu ustidan plus hamma narsasi chiqadi. Reduktor cho'yin reduktor bo'ladi. Xudo xolasa buni naqd pula 15 million so'm taklab berdik. Neydan izog'i? Bag'atdan. Bag'at Pobeda haydab ketib qolsalar xudo xolasa. Yaxshi mototsiklga yoqdim, ko'ngilli bo'ldimi? Zagonli. Narx-navo ko'ngilli narxi, yarishib berdik. Asosiy sifati cho'tki. Muratimiz bizani danish YouTube blogerini danışarken serisiz gap olib turibdilar. Arzon bahoda kelib taklab berdik. Ağa, sağlık, salomatlik, canı sağ olsun, kamchi ko'z aytasiz. Bizlar shu yerda, canı sağ olsun. Tamam. Kimga shunday sifatli benzinli elektron mototsikllar kerak bo'lsa, hammangizni Xanqa Lifan dükanimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Qani, hurmatli obunachilar, keyingi modelimiz xudo xolasa siz neydan edingiz? Drujba, Pitnek Drujbadan, hang? Naqd pula 14 million so'm bo'ldi mototsiklimiz. Global 700 6 batareyka 85'likdan 2000'lik miya motor. Ağa ma'qul keldi motosikl. Rozimisiz axir? Yaxshi kunlar mening. Sog' olun. Xudo xolasa dastlabdan qilib beramiz. Rahmat. Keyingi modelimiz Hyundai bu 4 kilo berildi. 4 kilo miskine berildi. Naqd pula 24 milyon 500 ming so'm berildi bu. Artur. Az bir qator tekshirib turibmiz. Baktami, şu salnik mi yana, Jasur? Bu motosikl 2 metre 1.30 yük tartışı 2 tonna bo'lgan. 200'lik motor, chisti yaponskiy motor. Sifat bo'yicha eng nomerli motosikl hisoblanadi. Xudo xolasa naqd pula berildi. Atancha so'm bo'ldi naqd pula. Motosikl so'm bo'ldi? 24 million bo'ldi, hang. 24 milliona berildi naqd pula. Xudo xolasa hammasini bir qator tekshirib o'tiramiz. Rozimisiz? Yaxshi kunlar mening, xayrli olsun. Xanqa kelaverasizlar Lifan saloni, xudo xolasa dastlabkidan qilib beramiz. Manzilni bilasizlar axir. Premium motordan jihozlangan bo'ladi. Bag'da 8 litr benzin oladi. Benzin rasman sarf rasmatiga keladigan bo'lsa 100 km 2 litr 3 litr rasmida 100 km. Qo'lni bag'adasidan bir oy bosib paydo berasiz. Qasam benzin olajaqlar bo'lsa ketadi. Ay sifatli mototsiklimizni xudo xolasa Xanqa 34 Surgina naqd pula 12 million so'm taklab berdi. Mototsikl yaptimi, ko'ngilli bo'ldimi? Yarishib berdik axir. Sog' olun, sog' yaxshi bo'ladi. Brat bir Rossiyadan kelibmiz. Kelib erga kiren degan bizdan bir 10 yil olganmiz bizdan mototsikl chilagan. 10 yillar tutdik. Birinchi ketlarimiz ham bratimiz. Yana kelib olib chiqib qoldi. Janob sog' olun, yaxshi bo'ladi. Mototsikl nasib etsin. Kimga shunday sifatli benzinli elektronli mototsikllar, skuterlarni chiqish narsaga kerak bo'lsa, bemalol Xanqa Lifan saloniga borasiz. Sog' hisoblashib turibdi aytganimda 2 sotildi yana banda. Bag'a tavom yetdi, haydab ketadilar. 12 million so'm taklab berdik. Kelsangiz yana yarashib beramiz.
Usta, motosikl nasib etsa yaxshi gülar aydanglar. Nasib etsa motosikl yaxshi gülar aydanglar. Oldu. Gelirsinler dükkanımıza. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dükkanımızda navbatdagi savdolarimiz xudo xolasa Pitnak Drujba bilan Bog'ota 2 dana tanha 160 sifatli elektron mototsikllarimiz sotildi. Xudo xolasa bunda 55 dan 6 akkumulyator, motor 1500 lik bilan jihozlangan bo'ladi. Kuzovlari 160 110 Tiago variant. Eng sifatli mototsiklimiz bir zaryadcha bilan 100 km yurib beradi. 1 tonalik mototsiklimizni xudo xolasa Safarbarda atamıza Drujbaga, to'g'rimi? Drujbaga naqd pula 12 million so'm dastlabkasi bilan taklif berdik. Avtomat kelyaptimi, ko'ngilli bo'ldimi? Naqdnomasik. Görçeliz raqamini. Men hamma klientlarimizga aytaman. Zo'rlar bizani motosiklar ichana turibdi soyada konsertinde. Quyoshda sarilib yotgan motosiklarni olib yurmanglar deb aytaman. Foydasi yo'q ketadilar. Yana baradlardan bir ko'rib kelib, yana qaytib kelib bizani o'zlarimizga olib ketadilar. Bu anda motosiklarni ko'rib keldingiz. Quyoshlatdi gene o. Hammasi quyoshlatdi. Ahvoli qilib. Asa, canınız sağ olsun. Yaxshi güleraydan kamchigiz aytasiz bizlar şöyle. Canınız sağ olsun. Yaxshi güleraydan. Ne? İnman alam. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ertalabki savdolar Newstar Global 700 Global 700 14,5 million so'm o'zimizni Qoraqalpoq Mang'ita berildi. Newstar Qilichvoya berildi. Newstar Samasval 200 motor, panijinni katta panijinni qo'ylar 220 ga 140 naqd pula 27 million 500 ming so'm dastlabkasi bilan berildi. Bizning manzilni bilasizlar, bu Xanqa Lifan salon kelsangizlar narxlarni chiroyli qilib dastlabkilarni qilib beramiz. Hemen Xanqada ketamiz. Yana bitta globalimiz ham sotilgan. Xudo xolasa bu globalimiz Qazarsa berilgan. 6 batareykali. Shu ham vaqtida eng sifatli mahsulot hisoblanadi. Naqd pula 14 million 500 ming so'm ham dastlabkasi bilan. Hurmatli obunachilar, bizlardan navbatda sotgan mototsiklimiz Sanha 160 model bo'ladi. Xudo xolasa buni nera berdik? Bog'ota. Kredit asosini, kredit asosini o'zimizdan to'g'rilab berdik. Hammasining tagalari bor. Xudo xolasa bolalar polos oladi. Kichkina bo'lsa qaramasdan 55 dan 6 dan akkumulyator, mingan motor miya. Besollari, amortizatorlari bor. Xudo xolasa kim shunday sifatlarga mototsikllarga kelsa bemalol bizning dükkanımıza tashrif buyursangiz bo'ladi. Tanlovda tashlangan. Bog'otdansiniz. Bog'otdanman. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dükkanımızdan navbatdagi savdomiz global firmasida deyishdi. O'zimiz shaxsiy men sifatli elektron mototsikl bo'ladi. Mototsikl 180 130 kuzovlar. Aldi bolalar supportimiz, motorlar bilan jihozlangan. Arqa bolalar götürgalarda vizihod palon palosi. 180 130 Tiago variant. O'zimiz brend nomerlarimiz, YouTube kanallarimiz hamma reklamalarimiz yozilgan yine götürgalarda. Zapaska balon, kaskasi, damfrat, balon kuz hamma narsasi chiqadi. 3 odamlik spinka. Eng sifatli mototsiklimiz 85 dan 6 akkumulyator, motor 2000 bilan jihozlangan bo'ladi. Bir zaryadcha bilan 100 km yurib beradi. Xudo xolasa Bog'ota adı kim edi? Xo'jamurat og'amizga naqd pula 14,5 million so'm taklif berdik. Xo'jamurat og'a motosikl yaktimi, ko'ngilli bo'ldimi? Motosikl yaktı, tavsiya etaman. Garanti talonlar ham mavjud. Nomer olaman desangizlar, shosnalar ham beriladi, spravkalari bemalol dokumentalni olib ketasizlar. Rahmat. Yaxshi joy, tavsiya etaman yurtdoshlarimizga. Rahmat og'a. Og'a katta rahmat, canınız sağ olsun. Kamchigiz aytasiz bizlar shunda. Bo'ldi. Liboy o'rama taklif beraman. Canınız sağ olsun. Og'a yaxshi ko'ring. Ana sağ olun. Anam qani yetdim anam. Kimlar shunday sifatli benzinli elektron mototsikllar kerak bo'lsa, Xanqa Lifan saloniga kelaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat og'a. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bizlardan navbatda sotilgan mototsiklimiz Durango firmasına deyishli tricycle modelimiz bo'ladi. Xudo xolasa kreditda o'zimizdan kreditda chiqarib berdik buni. 9 million so'm. Kim shunday sifatli original mototsikllar kerak bo'lsa, bemalol dükkanimizga kelaverasizlar. Tanlovda tashlangan bizlarda skuterni kichkina turidan tutib gruzovoy eng katta mototsikllardan bor. Bemalol kelaverasizlar. Fan. Hurmatli obunachilar, shu birata xudo xolasa Bahodir aka adingiz. Bahodir aka shu kreditda 13 million berildi. Og'a ma'qul keldi motosikl? Motosikl ham ma'qul, bahasi ham ma'qul. Men ko'p do'konlarni ko'rib kelib oxiri shunda to'xtadim. Deydi, hem arzon ekan, hem sifatli ekan. Hammaga tavsiya beraman, shunga kelaveringlar. Urganchdan chiqadirang. Urganchdan keldim, meni ajoyib bundan chiqarib berdilar, garantiyalar bilan. Xudo xolasa do'stlar kelaverasizlar, tanlashda tashmanglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Kreditda 13 million so'm bir tonlak motosikl kelib olaverasizlar. Sen meni Xanqaga kutib qolamiz, sog' bo'linglar.
Hurmatli obunachilar, bizda navbatdagi sotilgan mototsiklimiz Tesla modeli bo'ladi. Xudo xolasa. Mana xarakteristikasini bir qator aytib beradigan bo'lsam, elde arkasi жеткизим tormoz, 6 akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Hadoyni umuman gap bo'lishi mumkin emas. O'zimiz Xanqadan kelib, necha so'mga? Necha so'mga berdingiz? 6 million so'mga berdik, xudo xolasa. Naqd pul. Kimga shunday sifatli mototsikllarga kelsa, bemalol dukanimizga kelaverasiz. Talovda tashlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dukanimizdan Azam bilan Choy ustadan navbatdagi savdomiz shitir pula, naqd pula 19 million so'mga. Usta nima dedingiz? Ruslan ağamızda, Savxozdan Ruslan ağamızda Lifan 150 modelimiz bo'ldi. Bilasizlar, bu modelimiz Hadovoy modelimiz 150 motor bilan jihozlangan bo'ladi. Benzin sarf rasxodi 100 km 2 litr rasxod etadi. Eng sifatli mototsiklarimizdan. Bilasizlar, bu mototsiklimiz hozir O'zbekistonga kirish qiyin o'tiribdi. Xudo xolasa yana olib kelamiz buni, izini ham taqlab beramiz. Eng oxirgisini O'zbekistonda eng oxirgisini Xudo xolasa taqlab beramiz. 19 million so'm dastavkasi bilan Savxozda Ruslan ağamızda. Mototsiklni motorini 10 000 km garantiya beramiz. Lifanni bilasizlar, eng zo'r, eng original brendlar O'zbekistonga birinchi kirib kelgan. Shuning uchun dukanimizda oldin Lifan qo'yamiz. Xudo xolasa kim shunday sifatli benzinli elektronik mototsikl ko'rsa, hammangizni Xanqa Lifan motosalonida kutamiz. Og'a mototsikl yoqdimi, ko'ngildan bo'ldimi? Xudo xolasa. Rozimisiz? Razım. Hop, ko'ngil o'tirdi. Ava ajoyib. Birat, Xudo xolasa mototsikl bas pensiyaga haydamaka oldim, Xudo xolasa. Sog' salomat bo'ling, janob sog' bo'ling. Kamchi ko'z aytasiz, bizlar Ajoyib. janob sog' bo'lsin. Kim shunday sifatli benzinli Crosser bo'lami, elektronik benzin, sportli mototsikl, gruzovoy mototsikl, nichik mototsikl turdagi mototsikllarga o'za hammani Xanqa Lifan motosalonida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa shu mototsiklimiz 1 tonnalik elektrikka kredita berildi. Kredita shu mototsiklimiz 13 million berildi. 13 million ish birata berildi, Xudo xolasa. Bunda 6 batareyka bor. Götüranızdı. 13 million berildi. Can, как дела? Motosikl 6 batareykalı 1 tonlik motosikl hisoblanadi. 13 million. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, dukanimizdan navbatdagi savdomiz. Farman usta. Xudo xolasa, Alf firmasına deyishlik kichkina mini motosikl bo'ladi. Bu mototsiklimiz 50 kubali motor bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motorlu mototsiklimiz bu. Motorlu mototsiklning eng arzoni. Men sizlarga har safar videoda aytib o'tganman. Bizda eng arzon mototsiklimiz 15 million so'mdan boshlanadi deyapman. Ko'p odam ishonmaydi bizda, yolg'on gap yo'q. Xudo xolasa, hazarsa naqd pula 15 million so'm Alf firmasına deyishlik sifatli mototsiklimizni taqlab beramiz. Mototsiklimiz 90 Bruno 90 kuzov bilan jihozlangan bo'ladi. Eng sifatli mototsikllar, motorni 1000 km garantiya beramiz. Avtomat korobka hisoblanadi. Usta, meni xotim kichkina shu mavlana yem qatlamaga kichkina xotdan Bruno xotim modelini talab olib ketib qoldilar. Yoshli motosikl yoqdimi, ko'ngildan bo'ldimi? Yoqmamni. Rozimisiz bizdan? Yoqdim motosikl. Bo'ladi. Ko'rkaliz ahamiyatni, narx-navo ko'ngildan. Aytgan baho berdik. Eng arzon mototsiklimizni taqlab bersin, Xudo xolasa. Bo'ladi. Endi haydab ko'p o'zingiz javob bizga aytasiz. Jana sog' bo'lsin, yaxshi kunlar eding. Rahmat ava. Kimga shunday sifatli benzinli elektronik mototsikllar kerak bo'lsa, bemalol Xanqa Lifan saloniga borasiz. Hammangiz dukanimizda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dukanimizdan navbatdagi savdomiz Xudo xolasa 180 kuzovli o'zimizni shaxsiy brend Lifan 770 modelimiz bo'ladi. Bu modelimiz eldivorlar, support tormozlar bilan jihozlangan. Kuzovlari 180-140 samolyot balolar bilan jihozlangan bo'ladi. Balollari polosli. Kuzovlarning yo'rtug'lari Niamishni 15 ramalar bilan jihozlangan bo'ladi. 85 likda 6 akkumulyator, motor mesi 2000 lik. Bir zaryadcha bilan 80 km yurib beradi. Xudo xolasa, savatdan desang ağa, Rasulbek ağamıza Shavata naqd pula 15 million 300 ming so'mga o'zlari haydab ketara taqlab berdik, Xudo xolasa. Rasulbek ağa motosikl yoqdimi? Asaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlar eding. Janob sog' bo'lsin, kamchi ko'z aytasiz. Rahmat ağa. Kimga shunday sifatli benzinli elektronik mototsikllar kerak bo'lsa, bemalol Xanqa Lifan saloniga kelasiz. Hammangizni dukanimizda kutib qolamiz. Bundan samospol ipsiya mototsikllarimiz, crosserlarimiz, yakka mototsikllarimiz, har xil modelli motosikl skuterlarimiz bor. Sog' salomat bo'ling, hammangizni dukanimizda kutib qolamiz. Hurmatli obunachilar, bizda navbatdagi sotilgan mototsiklimiz Global 700 o'zimiz firminli mototsikl bo'ladi. Xudo xolasa, mana xarakteristikasini aytib beradigan bo'lsam, 85 likda 6 dan akkumulyator, 2000 lik motor miya, ko'sha risol, ko'sha prujin, ko'sha amortizatorlar, polos, yuzli xot balon bo'ladi. Baland portli, yonboshida tegalari bor, elde tormozlari support tormoz bo'ladi.
Xudo xolasa naqd pul 14,5 million so'mga Urganchga berdik. Shuncha dükanni aylanib bizlardan xarid turibdilar. Sifatini bilan biladi biz o'zimizni global yutucun. Kim shunday sifatli zammatchilarga kelsa, bemalol dükanimizga kelar. Sataloda dastlama. Xudo xolasa bizlardan bitta satilgan mototsiklimiz Honji Samasval 250 motorli bo'ladi. Xudo xolasa mana kreditda 32 million so'mga saqlab berdik. Tak balon eng baquvvat mototsikllardan birisi bilasizmi? Bortlar baland, kaskalari domkrat, zapaskalari tenda. Eng ayyon motosiklardan, eng sifatli motosiklardan birisi bo'ladi. Xudo xolasa kim shunday sifatli arzon motosiklar kerak bo'lsa, bemalol dükanimizga kelasiz. Sataloda dastlama bizda 100 kilturdan ortiq motosiklarimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun 12-avgust tarixine göre bizning yangi yuklarimiz geldi. Bular hamda Honji kompaniyasidan, Lifan kompaniyasidan benzinli motosikletlerimiz bo'ladi. Yine Crosstour'larimiz ham geldi. 200 kubalık, 250 kubalık Lifan 200'lük motosikletlerimiz geldi. Yekki motosikletlerimiz. Samansual 5 Samansual Honji Pata modellerimiz 130 kubalık motosikletlerimiz yetib keldi. Bu narsalar ko'p oldu yok hali. Endi sotuvda yana bir narsa baho arzonlab geldi. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi.